Shunda zerikdimi? Qayerga ketyapsan? Bor uyga kiring. Ko'chada ishim bor. Ishingiz bo'lmasin. Jonimga tegib ketdi hammasi. Vay, shuna ichim tutab, shuna holat ketyapman. Senda ham pul yo'qmi? Yo'q deyapman-ku. Bo'lsa nima? Vay. O'y-ku, baqaravor. Hozir telefon qo'yaraman-a. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'p puling bormi yoningda? Berib tur, zarilib qoldi. G'ulom aka, yonimda pulim yo'q edi. Va sen telefonni berib tur, telefon qilib olay. Bo'ldi aka. Yuringdan oldi tezroq boraylik, bo'l tezda. G'ulom aka, telefonni olib keling aka. Bitta mahallada tursiz. Aka, yaxshi qilmaysizmi? Siz bilan boshqa joyda gaplashaman. Tushunmadim. Qayerda gaplashmoqchisan sen? Qayerda gaplashmoqchisan men bilan? Menga qara. Agar birontaga biron nima deydigan bo'lsang, urug' aymog'imga suyib chiqib ketaman. Tushundingmi? Hopmi deyapman senga. Ketdi. Mashalarni arttirib to'g'latish kerak edi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling uka. Rahmat. Shu qabristonga siz qaraysizmi? Ha, men qarayman. Tinchlikmidi o'zi? Xolam o'tib qoldilar. Joy kerak edi. Ha, ariza ham olib bo'ldingizmi? Ha, oldim. Ha, aytdi. Mahalla ekanda. Endi bizga 5-6 soat vaqt ketadi qabr kovlagani. Shunga qarab mo'ljal qilaverasizlar chiqaradigan vaqtda endi. 5-6 soat. Ha. Amakim aytadilar, shu yerda o'g'illarni qabri bor ekan. O'shani o'rniga qo'ysak bo'laveradimi? Ha, qo'ysa bo'ladi-yu. Necha yil bo'lgan ekan o'zi o'g'illar o'tganiga? Ha, 15-20 yilcha bo'lgan ekan. 15-20 yil bo'lgan bo'lsa, ha, qo'ysa bo'lar ekan. Qabrini bilasizmi o'g'illarini? Ha, bilaman. Bo'lmasa bizga bitta ko'rsatib qo'ysangiz. Buni shu orqa tarafda edi-da. Ha, yuravering bo'lsa. Ha, o'zi yoshlari ancha ulug' bo'lib qolgan ekanda. Ha, O'g'illar ancha oldin o'tishgan ekanda. ancha oldin o'tib ketishgan o'g'illar. Qaysi tarafda? Mana bu tarafdagi. Xolamjon. Ha, mana shu ekan. Ha, bo'ldi, ancha oldin o'tishgan ekan. Bo'laveradi, endi 3-4 soat hisobini olaverasizlar. Biz tayyorlab qo'yamiz qabrda. Ha, bo'laveradi amaki. Bo'lmasa yuvuvchilardan ham aytib qo'yishim kerak edi. Ha, bo'ldi, yuravering. Menga telefoningizni yozib berasiz. Qo'lda to'xsanlik. Tez olib yurib olsa yaxshi bo'ladi. O'sha yerda shunday ochib nima qilib ko'ramiz. Shunga va'da ber. O't chiqdimi? Ha? Yo'q. O't yonyapti. Yo'q, astag'firullah, Yo'q, Xushto'bi. Yopaylik bu qabr tez. Ya Alloh, o'zing kechir. Ya Alloh, o'zing kechir. Turpaqdan ber. Turpaq. Tez. Voy, sig'ini qara. Suvli qilish kerak. Yo'qchi, yoniga tashlaylik. Suv olib kel, suvli qilaylik. Bor, tez. Yomon bo'ldi-ya. 15 yil, 20 yil bo'pti o'tganiga. Ya Alloh, nima gunoh qilgan edi bu banding? Olov bilan siylabsan. Ha, bo'l tez. Alo, kim bu?
Ha, men ana Gurko akangizmi? Oho, amaki. Tanidim. Ha, bemalolmidingiz, bir og'iz gapim bor edi. Ha, bemalolmi amaki? Ha, hali o'g'illarning qabrlarini ochdik. Jinda eskiroq ekan, u mo'rab ketishi mumkin. Shuning uchun ba'zi boshqa joydan qilib beryapmiz. Tezlashtirib yuboramiz, maylimi? Yomonmikan? Ulgurasizlarmi amaki? Ha, yo'q, xijolat bo'lmay ulgurib yuboramiz. Ha, bo'ldi amaki. Hop. Alo, ayvonini kovlab qo'yganimiz bor, o'shani kovlab qo'ya qolamiz. Ketdi yo narsalar.